Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan million jamoasi haqida gaplashamiz. Ozgina tomoqda og'riq bor. Shunga uzr so'rayman. Million jamoasi bachkanami, beldan past hazil qiladimi yoki zo'rmi deb bu bahslar bir necha yildan beri davom etib keladi. Million paydo bo'lgandan beri, nafaqat million, sheriklari bor. O'sha milliondan chiqqan Bravo va dizayn ham shu usulda bir xil tanqidlarga uchrab turadi. Doim emas, hamma tanqid qilmaydi. Shunaqa gaplar ham bo'lib turadi. Beldan past, bachkana va hokazo. Bugun millionni gapirmoqchiman. Nimaga? Chunki million oxirgi 4-5 yildan beri, agar men kuzatayotgan paytdan hisoblasak, har konsertida shu narsaga e'tibor beryapti. Balki sizlarga ham sezilgandir. Bizni ko'p tanqid qilishyapti. Bizni ko'p gapirishyapti. Hatto oxirgisida mana yangi qo'yildi yaqinda. Men YouTube'da ko'raman faqat, borib o'tirmayman. Ochiq aytib qo'yish kerak. Oxirgisida aytibdiki, bizni konsertimiz palon million marta, 40 millionmi degan, adashmasam, ko'rilgan. Sizlar o'zinglar hech bo'lmasa 1 millionta prosmotr yo'qinglarchi bir konsert qo'yib sahnada degan gapni ham qilishibdi. Orqali bizni saviyasizlikda ayblayotganlarning shuncha yil ichida bitta yaxshi saviyali asar chiqarib, hech bo'lmasa 1 million tomosha yig'ishlariga qarshilik qilgan joyimiz yo'q. San'atni hurmat qilamiz. San'atkorni mehnatini qadrlaymiz. Ularga hech qanaqa taqiq yoki cheklov yo'q. Shuning uchun ham maza qilib yurishibdi. Va bu tomoshabinni, iste'molchini xohlagancha cheklashi, taqiqlashi yoki nimadir yoqtirmaslikka undashi mumkin emas bu. Bu sizlarga bunaqa huquq bermaydi. Tomoshabin xohlasa sizlarni tanlab ko'radi, xohlasa sizlarni ko'rmaydi. Millionga ham, dizaynga ham, Bravoga ham. Bu ko'proq millionga tegishli, chunki million shu narsaga ko'p urg'u beryapti. Dizayn, Bravolar e'tibor ham bermaydi. Borimiz shu, borimizni sevinglar desa kerak, endi yoqtiringlar desa kerak. Chunki hammani o'z didi bor, hammani o'z saviyasi bor, hammani o'z muxlisi bor. Tomoshabinning ham o'z tanlovi bor. Millionga oilaviy tushadiganlar bor. Demak, ularning tanlovi. Millionga nafaqat oilaviy, umuman tushmaydiganlar bor. Umuman yoqtirmaydiganlar bor. Millionni oilaviy ko'r bo'lmaydi deyshadi. Bu ham ularning tanlovi. Ular nega cheklaysizlar? Akalar, ukalar, tengdoshlar. Ha, qo'yinglar. Sizlarga nima? Millionlab muxlisinglar bor ekan, maqtanyapsizlar. Bo'ldi, shular uchun gullatib yashnatib yuraveringlar. Haq heyterlar hammada bor-ku. Negativchilar hammada bor-ku. Sizlar ham o'zinglar negativchilar-ku. Men o'zim jurnalistman. Bizga nima qilishni o'rgatgansizlar-ku. Esinglardan? Hurmatli jurnalist va blogerlar, sizga hech kim hech narsani taqiqlay olmaydi. Faqat bir narsani iltimos qilmoqchimiz. O'ylab ko'ring. Pichoqbozliklar haqida jar solib, o'z farzandlarimizning ongini pichoqlab qo'ymayapmizmi? Bu gapga nima deyish kerak? Sizlar tanqid qilib, sizlar nima qilishni bizga o'rgatsanglar mumkin-ku. Biz jurnalist sifatida shu jamiyatni, shu xalqni, shu bolajonlarimizni, farzandlarimizni tarbiyasini o'ylab gapirmasligimiz mumkin emasmi? Tan olish kerak. Beldan past hazilliklar bo'lsa, bachkanalik ko'p bo'lsa, bu to'g'ri, endi 20 yilda
buzilmagan tarbiya million ko'rib buzilib qolmaydi deb aytgansizlar yana bitta konsertinglarda. Bu ham bor gap. Lekin hozir aytganinglardek sekin asta onga ta'sir qiladi. Aslida shunaqa o'zi, aslida. Lekin tanqid bo'lishi kerak. Biz ishimiz shu, tanqid qilish bo'lganda ham shu asosli noto'g'ri narsa bo'layotgan bo'lsa aytish kerak. Jurnalistlarni, adabiyotshunoslarni, san'atshunoslarni shu ko'rib bilib turib jim turmasligi bu yaxshi, normal holat. Tanqiddan to'g'ri xulosa chiqarish yoki noto'g'ri xulosa chiqarish bu sizlarga bog'liq. Chunki o'zinglar aytgandek, o'zinglarning auditoriyalar bor millionlab. Biz tanqid qilamiz, ishimiz shu. Sizlar ham ishinglarni qilyapsizlar. Shu kuldiryapsizlar, o'ynayapsizlar. Nega bravo, mana sizlarning yarminglardan chiqqan jamoa buni gapirmaydi? Ularda juda ko'p. Nega dizayn gapirmaydi? Bizni ko'p tanqid qilyapsizlar, unaqa qilavermanglar. Bizda palonchi prosmotr bor, biz palonchi bo'lib ketganmiz deb chiqmaydi. Chunki menimcha o'zlari ham yaxshi bilsa kerak. Va tomoshabinga qo'yib bergan tanlovni. Xohlaganlar tushsa, olmaganlar tushmasin degan. Shunaqa bo'lish kerak. Siz kuldiring, o'sha sahnadagi ishlaringizni qiling. Qolganini tomoshabinga qo'yib bering. Xohlasa oilaviy tushadi, xohlasa tushmaydi umuman. Mana Elmurod Haqnazarov, Avazoxun, Mirshakar Fayzullayev. Bu endi 2025-yilda eng zo'r uchligi ketma-ketligida aytdim. Aslida uchovi ham juda yaxshi, masalan, men uchun. Uchovida ham beldan past hazil yo'q. Uchalasi ham bachkanalik yo'q. Uchalasida ham xalqonalik bor. Oilaviy bemalol ko'rsa bo'ladi. Bemalol ayolingizni, onangizni, qizlaringizni olib kirib, mana shunaqa deb ular ham kula oladi, tushuna oladi. Tushunyapsizmi? Gap shu yerda. Oilaviy kirib maza qilib chiqib ketishadi. Tomoshabinni o'ziga qo'yib beringlar. Har konsertga urg'u berib olib chiqish shart emas. Demak, shu urg'u beryapsizlarmi? Demak, sizlarda nimadir bor. Demak, sizlar o'zingizlar ham bilib turibsizlarki, haqiqatdan ham shu bachkanalikmi, nima deydi, beldan past hazillar ko'pmi? Shu narsani o'zingizlar ham bilasizlarki, shuni oqlab, yoqlab chiqyapsizlar. Qarang, million bachkana aska xalqonada. Oyna bu sizlarga. Endi to'g'ri xulosa chiqararsizlar degan umiddaman. Endi keyingi konsertlarga buni ham olib chiqib olib, mana shunaqa deb yana gapirib deb turmasanglar bo'ldi ish qilib. Omad tilaymiz. Men ko'raman har bir konsertlarni YouTubedan ko'raman. Hamma konsertini ko'raman. Chunki ishim shu. Biror ovqat yoki yegulik mazali yoki bemaza ekanini bilish uchun yeb ko'rish kerak. Va kayfiyat uchun ko'rib qo'yaman. Odatda ko'pincha bir o'zim ko'raman, qizlarim bilan ko'rmayman. Qaysi qiziqchilar, qaysi qiziqchilik guruhi eng yaxshilar va eng bachkanasi qaysi, eng yomoni qaysi, sizni nazaringizda ko'rib turganlar, tomoshabinlar shu umuman iste'molchilar nazarida nima deb o'ylaysizlar? Qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomon, qaysi biri bachkana, qaysi biri oilaviy ko'rsa bo'ladigan izohlarni yozib qoldiringlar. Balki o'zlari ham ko'rib qolishar.